Assalomu alaykum. Men Musayev Botir. Bugun 1 iyul 2025-yil MIB xodimlari RVF Tashkent mas'uliyat cheklangan jamiyat yuristiman deb tanishtirdi o'zini bu odam. Sudlarda ham qatnashib yurgan edi. Hozir MIB mingtadan ko'p o'chirti bor buzishga chiqarilgan qarorlar turganda eng oxirgisidan boshlab mana yuristi zakazi bilan kelib buzishyapti garajni. Bu garajlar hokimiyat tomonidan berilgan order bilan turibdi. Xuddi shu yerda boshqa garajlar ham xuddi shu orderlar bilan turibdi. Bu orderlar quruvchi tashkilotning ruxsati bilan bergani uchun turishi mumkin ekan. Demak, hokimiyat shunda RVF Tashkentni xususiy hokimiyatiga aylandi. Sotib olingan bo'lishi mumkin. Sizdan o'rgandim. 601 aka, ma'muriy kodeks. Если выложите, я бы напишу на вас. Серьезно. Sizni nima ovoz? Olib bo'ldingiz altdan turib. Men olganim yo'q sizni ko'rsatdim. Nima qildingiz? Ko'rsatmang, menga siz telefoningiz qiziq emas. Olganim yo'q. Hop, mendan nima xohlaysiz? Men siz menga chiqing. Mendan nima xohlaysiz? Hech kim bo'lmasam, nariyoqroq turing, men oldimga yopishurmang. Aka, to'g'risi yoz bo'lsa, hammada har xil hid bor. Uzoqroq turing bo'ldi. Tarixda qolasiz, mashtaligingizni ko'rsatmoqchiman, o'shaning uchun olyapman. Ichida turganda teyilmasdi-ku, ichida mulki bo'lsa birovni. Siznikimi? Endi kimniki bo'lsa ham mulku. Birov mashinasi bo'lsa. Unaqa qilinmasdi-yu. Buxoroda prokuror ichida odami bor anaqani noqonuniy qurilmani buzgin degani uchun qancha obora olib kelyapti. Mana bu yerda ichida mashinasi turibdi birovni. Endi so'rovga kam bo'lsa kerak deb, sizga hech qanaqa anaqam yo'q, pretenziyam yo'q, Ilyos aka. Men sizga aka, siz kelishim bilan aytdim, siz ham menga o'xshagan xodimsiz. O'rnatilgan tartib bor, buyruq bajariladi. Faqat o'sha buyruqda-da gap. Onaga yo'qmi deysiz? Bor olib chiqamiz.